reysiy avtobus xizmatlari to'sa to'lmasa avtobuslarimiz 2018-yildan beri xalq xizmatida bo'lib kelyapti. O'zbekiston nomerda 01 partiya Uzavtotransport kompaniyasiga tegishli avtobuslar dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari chiqib boradi. Ishonchli nomerlar 93lik 258 80 80 26-yanvar 2026-yil bizda eski videolar emas. Keling, mana avtobusimizni ichki holatlarini ko'rsatib o'taman. Akalar, vakillarimiz 10 yildan oshiq stajga ega. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Necha kun yetib boryapmiz? Endi buyog'i xudo xolasa 2,5-3 kunga yetib boramiz. 3 kunga yetib boramiz. Yo'lda hech qanaqa muammolar bo'lmayaptimi aka? Yo'l endi ob-havo yaxshi bo'lsa xudo xolasa boramiz. Lekin yo'llarda to'xtatib turibsizlar. Yo'q. Akalar, vakillarimiz bemalol O'zbekiston shopilari, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Ishonchli nomerlarimiz 93lik 258 80 80. Keling, mana avtobusimizni ko'rib turibsizlar. Hozirgi kunda bu avtobuslar to'lsa to'lmasa reysiy avtobus hisoblanadi, amalga oshib boradi. Ishonchli nomerlar 93lik 258 80 80. Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Haftada 4 marta bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Ko'chadagi avtobuslarga, mashinik, pasajerlarga aldanib qolmasligini so'rab qolamiz. Reysiy avtobus xizmatlari kerak bo'lsa 80 80 nomerlarga aloqaga chiqib kelaverasizlar. Muhimi ishonchli. Sog' bo'linglar.